الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ning 129-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo erildan ko'riladigan oilaviy masalalarga qarata ayollarning qanday muomala qilishi kerak ekanligi, ayollarning sezgur bo'lishi kerak ekanligi, oilaviy masalalarda er va ayol ikki tarafninki teng badal to'lash orqali, masalan, erdan masala ko'rilsa, ayol biroz haqlardan tushib birish, ba'zi masalalardan tushib birish orqali ayoldan masala ko'rilsa, er uning tadbir choralarini elish, biroz uningga ihson qilish, biroz asrash, biroz uni ko'tarish, o'zining haqlaridan tushib birish qatorliq maş şekilde aile meselelerininki bir taraf kılınışı gerek ekanligi ve bu işninki ailedeki er ve ayol iki tarafının üstü güçlüğü hakkında sözlügendi. Şu qatada erkeklerin tabiatideki yeni bir aile kuruş, özünün öydeki ayolidan başka bir ayollar bilen to'y qilishga o'xshash ishlar ko'rilgan vaqtida ayollarning buni qarata qanday qilish haqidagi ba'zi masalalarni biz ilgirki darslarda so'zlab o'tgandik. Endi bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo mushu haqda erlarga xitob qilyapti. Erlarningki odillik qilishi haqida ahkomlarningki birini elib o'zining manfaatiga kelib qolgan yerda, ammo o'zi badal to'laydigan, o'zi o'rindoshga tegishli taraflarda yana birini qo'yadigan maishidan cheklash haqida ilgirki dars so'zlagan to'qamasmi? Ya'ni cho'qim Allohninki ko'p ayollik bo'lish hukmini olgan ekansa, buning sharti bo'lgan adolat, hammaga barobar muomala qilish qatorliq taraflarni ham chang tutishing kerak degan mazmunlardan oxirlashgan to'g'ri oldingi soatlik darsimizda. Bugungi darsda erlarga shu munosabat bilan xitob qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Davotida Estaizu billah ve len testati'u en ta'dilu beynen nisa velev harastum fela temilu kullel meyl فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Avval darsning mazmuniga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilib o'taylik. Davotida Alloh sizlar ayollar orasida har qancha qilsanglarmi adolatli qilolmaysizlar. Bu yerdagi adolatli qilolmaysizlar degan ma'no nega qaratildi desa, biz uni sal turib izohlaymiz. Unda o'z qanday qilish kerak degan savolga binoan oyatning oxirida fala tamilu kullal mayl fatadruha kal muallaqa. Sizlar bir butun bir tarafga ig'ib ketib, bizning uyg'urcha ifodalasak bir tarafga dum tushib, yana bir tarafni bir esib qo'ymanglar. Qarasa irva, ammo oilada hech erni ko'rmagan, ma shaklda qolib qo'ymanglar. Va in tuslihu, agar masalani o'ngishsanglar, isloh qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, Alloh kana g'afurar rahima. Alloh naiti mag'firat qilg'uchi va mehr shafqatlikdir degan mazmun bilan oyat oxirlashdi. Endi oyatdagi ilgari tushungan darsimiz bo'yicha er mutlaq adolatli qilish kerak. Oyatda ayollarga qarata qat'iy adolatli qilinmaysizlar ifodasi qo'llangan. Bu qanday ifoda desa, insonning kontrolligining sirtida qolgan
ayollarni yaxshi ko'rish tarafdagi adolat masalasi. Bilasizlar, yaxshi ko'rish qalbning ishi. Qalb inson kontrolligida emas. İnsan onu men palanını yaxshi ko'ray, pukunini yaxshi ko'rmay digilolmaydi. Va yoki dunyoda bir odamning kallasiga qurol tanglab bo'lsa-mu palanını yaxshi ko'r, pukunini yomon ko'r digilolmaydi. Bu insonning qo'lidagi ish emas. Buni qilolmaysizlar deyapti. Peygamber Aleyhisselam'ı ayollar o'tirishdiki adil muomaladan keyin shuna duo qiladiki, ey Allah, bu mening qila olgan doiramdagi adillikim taqsimotim. Yani mesela kunni muvaffaqdan şeydi o, nafaqatni muvaffaq birdi o, muamelini joyida qiladi. Bu mening taqsimotim. Endi men mening imkoniyatimda yo'q. Yani men ega olanmaydigan, o'zlarining ilgida bo'lgan taraflarda, yani qalbdagi muhabbatda meni savol so'rab qilmaslar, menga ma'lumot qilmaslar degan bir shaklda Peygamber Aleyhisselam'dan qilgan duosi bor. Mushundan bizga bir narsani ifodalab beradi. O nima desa, qalbning mayillik bilan ve bunun sirtdagi ifodalarning o'tirisida farq bor. Qanday farq bor? Deganimizdek, birovni majburlab olmaydi. Hatto bir davlatda qonunni chiqarib olmaydi. Pukunini yaxshi ko'r, pukunini yaxshi ko'rmaydi. Ammo muomalada tang barobar shaklda muomala qiladi. İnson aql ko'zi bilan bir narsani yaxshi ko'radi ve yaxshi ko'ralaydi, yomon ko'ralaydi, ammo hissiyot ko'zi bilan, qalb ko'zi bilan hech kimni yaxshi ko'rib o'ch ko'rolmaydi. Masalan, deylik, ochiq doğru bor. Men bu doğru bo'lmasa men normal hayot kechirolmaydigan bir doğru bo'lib qolsa, Alloh saqlasin har qanday kasaldan, men bu doğruni, ochiq doğruni aql ko'zim bilan yaxshi ko'rmanki, bu doğru bo'lmasa men yashay olmayman. Mana shaklda. Ammo qalbimdan so'ymayman uni. Misol olsak, insonning 5 balasi var, 4 balasi var, 3 balası var. Hammasi mening balam deb turdi inson. Mening pushtimdan bo'lgan balalarım deydi. Ammo ko'ziga har bala o'xshash ko'rinmaydi. Yani bu insonning kontrolligidagi ish emas, qarindoshlar. Bu insonning kontrolligining sirtidagi, qo'lning sirtidagi, irodasining sirtidagi, yani qalb muhabbati bu boshqa masala. Oyatda har qancha qilsanglarmi sizlar qalbinglardagi muhabbatni barobar chachanmaysizlar. Bu insonning tabiati. Unda bo'lsa qanday qilish kerak? degan bir savol kelgan vaqtda sizlar mushu qalbinglardagi ayollaringlarning o'tirisidagi farqliq muhabbat, farqliq yaxshi ko'rishning keyniga kirib, yaxshi ko'radiganlarga butunlay dum tushib, yana birlarini muallaqa, ya'ni bir isib qo'ygan narsaga o'xshash qo'yib qo'ymanglar ki, o ayollar o'zining erlik ayol ekanligini his qilsin, oilalik ayol ekanligini his qilsin. Ya'ni ichinglardagi ish o'zinglarning erkinligi, qalbinglarda kimni qanday yaxshi ko'rish sizning erkinliginglar. Ammo muomalada odillik qilish Allohning ta'limoti, Allohning buyrug'i, ko'p ayollik bo'lishning sharti. Qallisi kun ayirish. Bir odamning 2 yoki 3 ayoli bo'lib qoldi, ularga haftalik kun ayirishda o'xshash bo'lish kerak. Mayli kimni qancha yaxshi ko'rib kelsin, masala yo'q. Bularga chiqim qilish har birisiga yetarlik. 3 bola suvaga 3 bola suvacha, 2 bola suvaga 2 bola suvacha bu şekilde yetarlik, yani adil bir şekilde, beraber şekilde çıkımlarını qilib berish. Bular bilan paranglashış, vaqt o'tkazish, hatto chiroyiga qarab kulimsirashlarigacha, ballarga bo'lgan muomalagacha barabar bo'lish kerak. Allohning talab qilayotgani bu yerda. Endi mushu munosabatlar men bir narsani deb qo'yishni to'g'ri topdim. Qalbdagi muhabbat masalasida Allah mazminning taraqqiy qilishi uchun, avotlik uchun insonda bir turlik yaxshi ko'rish tuyg'usini yaratgan. Bu yaxshi ko'rishning turlari har xil. Ba'zilar ayollarni yaxshi ko'radi, ba'zilar iqtisodni yaxshi ko'radi, ba'zilar huquq mansabni yaxshi ko'radi, ba'zilar kishilar orasida yangi ishlarni qilishni yaxshi ko'radi. Demak, insonda bir xil tabiat bor. Dinning vazifasi nima?
Agar Allah bu tabiatlarni yaratmagan bo'lsa-chi degan shaklda o'ylanib baqsak, agar Allah insonda bu yuqorida biz deyilgan tabiatlarni yaratmagan bo'lsa, mazimin quruq bir zimin bo'lib qoladi, taraqqiy qilmaydi. Ayollar yaxshi ko'rish olmasa, kim to'y qiladi, kim bola boqishning, avlod tarbiyalashning jafosini ustiga oladi, qoladi. Agar bayatni degandek iqtisodga bo'lgan muhabbat bo'lmasa, bu zimin hech qachon ishlab chiqarish va boshqa jihatlarda iqtisod jihati taraqqiy qilmaydi. Chunki insonning kunlik yeydig'ini bak cho'ng narsa emas, kiydig'ini bak cho'ng narsa emas. Va boshqa degandek insonning hiliqida xarakterli bo'lmasa, inson bir ishlarga intilmaydi, natija chiqmaydi. İnsanda mutlaka bu tabiatlar bo'lishi kerak. Endi dinning vazifasi nima insonga qarata desa, tamam. Sende ayollarga nisbatan bir xil qiziqish va ayollarni yaxshi ko'rish va sening vazifang buni qonuniy yo'lliq bir shaklda yo'lga qo'yish. Ki nikohlab olsa, bir narsangmi mayli, ikki narsangmi mayli, uchni to'rt narsangmi mayli, nikohlab olsa, boshqalarning izzatini, sharafini bulg'amaysa, pakiz bir oila shakllantirsa, bu oila hayvonlarcha shakllangan oila olmasdan, av qo'y, ma qo'yning bolasi, ma qo'yning bolasi bir-biridan chatiq yo'q emas, insoncha madaniy shaklda mas'uliyatini ustunga olgan shaklda, ma'ning yo'ldoshi, pukunining yo'ldoshi, pukuni bola, pukunining bolasi, falonining dadasi, falonining mas'uliyati pukunining ustida bog'langan bir shaklda bo'ladi deb yo'lga soladi. Dinning vazifasi bu. İqtisodga qarta muhabbat masalasiga kelsak, buning qarta dinning vazifasi inson shu pulga qarta muhabbatining turtkisida pul tepish yo'llariga mana din nima deydi desa, pul topsa, boshqalarning mol-mulkiga ziyon solmagan asosda, ya'ni sodni halol qilsa, boshqalarning mol-mulkiga tajovuz qilmagan, zarar solmagan asosdagi bulang-talang qilmaysa, haqsiz rüşvet masalan para va boshqalarga zarar septib pul topadigan qilmaysa, undan boshqa shaklda pul topsa deb buni radga soladi. Kishilarning o'tirisida yangi bir ishlarni qilishga qiziqib, ba'zi ijodiyatlarni, kashfiyotlarni qanday qiladi? Ijod qiladi. Din nima deydi? Ijod qil, tirish, o'qi, boshqalarga foydali narsani akal, qiyomat kunida Alloh ajrini beradi. Agar Allohning roziligini ko'zlab qilsang, ammo kishilarning seni maqtab qo'yishini nam obro'yin deb qilsang, tamam, shuning qilsa qiyomatning ajriga erishmaydi. Bu orqali kishining ixlosini paydo qiladi. Dinning vazifasi bu. Va huquq, mansab va boshqa taraflardagi qiziqish qaratami dinning bir o'lchami bor. İnson o'zidagi qiziqish, o'zidagi ashnoga nisbatan intilishning tuyg'usida u ishga qadam oladi. Din insonning ash tarafdagi xatoliklarni o'ngshab to'g'ri yo'lga soladi. Güzel neticeler ortaya çıkıyor. Yani bir yerde demek çoğunum şu ki köz yumsak bulmaydıgan bir hakikat var ki insanda yaxşı görüş tabii ki Allah tarafından yaratılgan. Meyli bu yaxşı görüş ayallah, pul, mal, hukuk, mensep, şöhret ve başka. Qanday yaxşı görüş olsun bu Allah tarafından uğurlaştırılgan, zeminin terakki kılışı için, insanın yükselişi için uğurlaştırılgan din bunun selbi yollara minip ketişinin aldığını aladı. İcabi yolga saladı ve güzel neticeler nimaga chiqadi? O'rtaga chiqadi. Bu insonning tabiati ve bunu Allah belgilgan shaklda yo'lga solishning ahvoli bu. Bugungi darsimizda tilga olinayotgan ahvol nima desa, insonning tabiatidagi ayollarga bo'lgan muhabbat. Atrofimizga qarab baqsak tushunmak qiyin emas. Dünyada şalvarlarını aktırıp durup köp xotinlikqa, ikinci, üçüncü ayalını elishqa qarshi turgan insonlar jamiyatiga qarab baqayli, ya'ni g'ayrimüslimlar jamiyatiga qarab baqayli. Agar ularning ichki dunyosiga qarab baqada ko'p qolsak, u bir ayoldan ko'p aylangan bir narsani topib olmaydi. Eg'izda bir oila qurganda qiladi, ularning aloqa bog'lagan ayollarining haddi hisobi yo'q. Ayollarmi shu? Mutlak şekilde davatmayman de bada tabii. Yani biz yaşadık bu cemiyette. Etrafımızda Müslüman cemiyeti mi, gayrimüslim cemiyeti mi kürvatımız. Sırtta ayallah olan özü bir ailelikni targ'ib qilgan, islomning bir ailelik tuzumga hujum qilgan shu kishilarningki sirtdagi ayollar bilan aloqasi bizga nisbatan faqat shu emas. Alloh buni biladi. Ana o'gandan keyin insonga nima deydi? Tamam,
tabiatındagi bu ayollarga bo'lgan qiziqish, ayollar iqtisodga bo'lgan qiziqishni men yaratdim. Undan keyin sen qiziqsang bo'ladi, lekin mashru yo'ldan qiziqishing kerak ki boshqalarning oilasini bulg'amaysa, boshqalarning izzat sharafini bulg'amaysa, cho'qim tartib, tuzum bilan qilsa, mas'uliyat asosida qilsa, 2 ni olsangmi mayli, 3 ni olsangmi mayli, 4 ni olsangmi mayli, birinchidan olgan shu ayollarga odillik bilan muomala qilsa, bu bir mas'uliyatni ustunga olsa, bu ikki degandek shaklda Alloh bu yerda tartib tuzum o'rnatadi. Shu tartib tuzumning birisi ayollar orasida bir butun bir tarafga eg'ib ketmaslik. Ya'ni sizlar eg'ib butunlay eg'ib ketmanglar degan shaklda. Masalan, islomning boshda qalbdagi masala bilan qalbning ta'sirida o'rtaga chiqqan ish faoliyatining o'tiridagi farq. Bugungi darsimiz shu bo'ldi ya. Qalbda qanchalik yaxshi ko'rib ketsang mayli bir ayolingni. 2 ayoling va birini 70% yaxshi ko'rsa, birini 30% yaxshi ko'rsa, qalbingda o sening ilkingdagi ish emas. Ammo ish faoliyating u bo'yicha bo'lmasin. Deganning o'rnaklaridan birisi qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhuninki qarindishini o'ltirgan bir qotil bo'ldi. Bir qatim qotil Umar radhiyallohu anhuning qashidan shunda o'tib edi. Boshqalar Maosning qarindishini o'ltirgan qotil deb ko'rsatdi-da. Umar radhiyallohu anhu shu vaqtda nima dedi? Qana qilaman? Alloh uni islomga hidoyat qildi. Ya'ni bu qotilning musulmon bo'lganligi, bu qotilning burun qilgan jinoyatlarining hammasini yuydi. Ya'ni Umar radhiyallohu anhuning qarindishining qisosini elish huquqi yo'q bu yerda. Bir xalifa hozirgi zamondagi bir davlatning, hozirgi zamondagi kichik davlat emas, cho'ng davlatning boshlig'i, rahbari, qo'l ostidagi bir puhra, qarindishini o'ltirgan qotil qalbida u qadar yomon ko'rdi, lekin amaliyotida qalbidagi yomon kurashga qarata muomala qilinmaydi. Shu vaqtda heliqi qotil Umar radhiyallohu anhuning so'riniga kelgan vaqtda, sen mening qishimga kelsang, imkon bor mening chiroyimga ko'ranma, ya'ni boshqa yoqqa qarab ol degan shaklda. Chunki qalbim senga rohat emas dedi. Heliqi qotil nima dedi? Sening meni yaxshi ko'rmaslikking, mening haq huquqimga daxlisi bo'lamdi, bo'lmamdi? Umar radhiyallohu javob: "Yo'q. Sening haq huquqing tamoman kafolatga ega. Ya'ni sening haq huquqingga daxl qilinmaydi. Mening qalbimdagi seni yomon ko'rishim boshqa ish, mening sana muomala qilishim boshqa ish. Men bir xalifa, sen bir puhra, ikkimizning o'tirisida puhralik va amaldorlik haq huquq va bu o'lchamlik adil bir shaklda davom qiladi. Qalbimdagi o'chmanlikka qarata men sana muomala qilmayman dedi. Ish ma'u. Bizning yuqorqi darsda tushuntirmoqchi bo'lganim shu. Ya'ni bu yerda bir xulosalasam, Allah oyatda erlarga shuna xitob qiladi-ki, tamam qalbing qanchalik moyillab bir tarafga qanchalik eg'ib ketsa, men uchunki qalb masalasi, ammo sen qalbingning keyniga kirib eg'ib ketma. Muomalang ish barobar shaklda bo'lsin. Endi mushu nuqtadan, masalan, erlar 2 oilalik bo'ldi, 3 oilalik bo'ldi. Shuning bilan ba'zi oilalari tashlanib qolgan, adolatsizlik qilib qolgan, bu jamiyatda yomon ta'sir qilgan, mush tufayli ba'zi salbiy bir havo, salbiy bir muhit shakllanib qolgan. Ya'ni 2 to'y qilgan odam, 2 ayol olgan odam mutlaq adolatli qilolmaydi deblar. Biz o'qigan bugungi oyatni kelib dalil qiladi bir qism Qur'onni tushundim deb da'vo qilgan kishilar. Bugungi oyatda Alloh dediki, sizlar hargiz mutlaq adolatli qilolmaysizlar dedi. Ondan keyin Sura Niso'ning 3-oyatda fa in khiftum alla ta'dilu fawahida adolatli qilmasangiz bir neringlar dedi deb 2 oyatni birlashtiriblar. Mana Qur'on adolatli qilmaysizlar dedi. Adolatli qilmasangiz bir nering dedi. Ko'p xotinlik masalasi o'rtada yo'q deb Allohning ahkomlaridan yoki bandalarga yo'l qo'ygan ruxsatlardan birini amaldan qoldirmoqchi bo'ladi. Halbuki shunda qarindoshlarimizga deydig'inimiz, tavsiya qildig'inimiz oyatning keyiniga shundalam qarab ketsa, shundalam qarasa, masalaning unda emas ekanligi chiqadi. Agar oyatning maqsadi ko'p xotin ammanglar demoqchi bo'lsa, aşavlallam ahırlaştı. Lekin ayetinin ahırısı فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَلَا تَمِيلُوا
kullal mayli sizlarni. Tamam. Qalbinglardan butunlay adallik qilmaysiz. Ammo qalsanglar, anda o çözüm yolu nemo, hal qilish yo'li nima desa, siz bir tarafga butunlay ig'ib ketib, fatadharuha kal muallaq. Oyatning oxirisi ko'p oilaliklarga xitob qilyapti. Ya'ni ko'p oilalikni e'tirof qilyapti, ko'p oilalik bo'lishni isbotlayapti. Da'vatudiki birinchi ayoling va ikkinchi ayoling va ikkinchi ayolingni bakroq yaxshi ko'rsa yoki birinchi ayolingni bakroq yaxshi ko'rsa, qarish tarafni tashlavatma. Ya'ni uni butunlay asiz qo'yma. Sen uning yo'ldoshi, uning eri, lekin yaxshi ko'rmaganliging uchun uyiga berib qo'ymaysa, yo'qlab qo'ymaysa, adil muomala qilmaysa, ko'ngil bo'lmaysa, u xuddi eri yo'qdek. Yo'qmi desa, bir odamning nikohida, bormi desa, hech ko'rmayotdi u erni. Ma şekilde tashlab qo'yma deb xitob qilyapti ki oyat ko'p ayollik bo'lishini isbotlayapti. Unda şekilde oyat ne? Ko'p ayollik bo'lmaslikni dalil qilgan qarindoshlarimizga tavsiyamiz oyatning 5dan oxirigacha qanday qilish kerak, o'qish kerak qarindoshlar. Undan keyin oyatning eng oxirisida va in tuslihu va tattaqu fa innalloha kana g'afurur rahima. Agar siz isloh qilib o'ngishsanglar masalani ve Allah'tan korksanlar. Muş iki ifade bizni biraz çöçtüdü. Eskertiş, agahlandırış, şekilde düşünsek bunu. Yani bir demek çok şu ki 2 aylık olgan, 3 aylık olganlarda mutlaka mesele kuruldu. Dedik ya kalbinin bekişi okşumaydı. İnsan şu kalbideki muhabbetki qarab ya onu mağlup kıldığı hal oldu. Bir yamanlık çıkıdı bu yerden, bir adaletsizlik çıkıdı. Bir pasatlık buludu bu yerde, bir çireklik buludu. Mutlaka bunu o'ngishing kerak ve in tuslihu ve bu timida, bu ahvolda Allohdan qo'rqishing kerak. Allah shunday vaqtda sening gunohingni mag'firat qiladi, sana nima qiladi? Marhamat qiladi qarindoshlar. Endi agar bunda qilinmadi yoki ayol bu ayolni saqlab qolish uchun o'zining ma'lum nasibasidan haq-huquqidan tushib bermadi. Ya'ni er tarafmi rozi bo'ldi. Mayda davatgan narsa, mayl ayollarni o'zining haq-huquqidan tushib bersin deganlik ayollarga zulm qilish nuqtasida emas, ya'ni ixtiyor ayollarda. Bir er var, bir ayol var, o'rtada bir oila var. Mayli er yoki ayoldan bir masala chiqdi, qarish taraf azroq tushib bersa, oldiga bir qadam aktivroq bo'lib bersa, ma oila saqlab qolinadi. Dinning tashabbusi bu, Qur'onning tashabbusi bu. Endi masala shu darajaga bordiki, ermo haq huquqni joyida ado qilinmadi. Ya'ni bu yerda bir zulm o'rtaga chiqdi. Adolatsizlik o'rtaga chiqdi. Ayol kishi mayli bir necha bolarim borkan, mayli ma'lum haqqimdan tushib turay, oilani saqlab qolay degan nuqtaga kelamadi. O'zimning haqqini tamoman to'liq olaman degan uni haqli u jihatda o'zining ixtiyori. Bunda nuqtada bo'lib, oila buni birisi bilan kelishib yashamaydigan bir nuqtaga kelib qolgan bo'lsa, bu vaqtda oila qana qilsa bo'ladi, chuvilsa, ya'ni ayrilsa tamamen bo'ladi. Nimishqa? Chunki ayolda ko'ngli yo'q, erni yoki erida ko'ngli yo'q. Ayolni ikkisi birisi bilan oilada mehr muhabbatla yashamaydigan er xotinni tömü zanji bilan bog'labmi bir uyda to'g'izolmaydi. Deganimizdek, oila hayoti mehr muhabbet üstüge kuruludu, sevgi üstüge kuruludu, kuyinish üstüge kuruludu, birisi-birisiga bedel to'lash üstüge kuruludu. Eğer yuqorqilar yo'qolib ketdi, bu oila oxirigacha qanaqalanmaydi, davomlashamaydi. Ko'ryapmiz, ba'zi masalan xristian dinga o'xshash din mansublari, g'arb jamiyatiga o'xshash ba'zi jamiyatlar dastlabda biroz qanaqildi, sakridi. Islomning mush taloq ayol ajrashtirish masalasiga qarata qarashi qopab bizda ajrashish yo'q dedi. Halbuki ayol kelishamagan vaqtda o ikkisini bir uyda zodi qanday qilsang yashaysa ajrashish yo'q deb saqlagandan keyin bundan ig'ir fojialar va ig'ir oqibatlar chiqishi mutlaq masliki oxirida mayli g'arb jamiyati yoki xristian jamiyati olsun yine taloqqa muhtoj bo'ldi. Taloq tuzumini yo'l qo'yishga muhtoj bo'ldi. Bu deganlik bular islomga ergashtirganlik emas, ammo oilaning umum ahvoli, chiqayotgan qiyinchiliklar, masalalar bularni shu yerga so'rab opodiki, islomning taloq tuzumining to'g'ri ekanligi o'rtaga qana qildi chiqdi.
Nurg'un davlatlar er ayolning ajrasmaslik uchun nurg'un ig'ir tuzumlarni qo'yadi. Ajrashsa bir taraf butunlay badal to'laydigan masalan. Zodi majburiy bu o'yni oxirigacha davomlashtirib qoladigan bir tuzumlarni, qonunlarni chiqarayotgan davlatlar va masalan biz yashayotgan davlatlarga o'xshash. Bu yerda oxirida mesele ig'irlashib berib kunni ko'ryapmiz. Ba'zi erlar ayollarini ballarının aldıdılar öldürüldüğün, etivediğin, boğazlıdığı ayollar erlerini qaslab öldürür. Çünkü aile o mehr muhabbet olmaganda, köyünüş olmaganda, birisi için bedeltlaş olmaganda davamlışı asla mümkün emas. Bu iki birisini söylemegen adamның bir oyda oturup kalışı, tikennin üstü oltağanda iş. Bunda vakitte İslam kana kılıdıdı. Ayrı etiş teşebbüsü da ve ayrı etip her işkilesi üzünün yolunu tapsı buludu. Ermo konuşulduğun ayalını tapsı buludu, ayalmo konuşulduğun erini tapsı buludu. Belki bu işkisi kilişenmegen bilen kilişidiğen başka birinin tepişi mümkün. Allah kinki ayeti davatıdır ki ve iyyeteferraka yugnillahu kullen min saati. Eğer o işkisi ayrılıp kesse, yukarıdaki ehval ayrılıp kesse Allah her birini öz pezli merhametidin bir hacet kılıdı yani. Ma ayalını yaxşı görmegen bolsa, ma erini öç görgen bolsa, arılıp ketip, çaylıkça birisi-birisinin hukukunu tuluq ada qilgan şekilde arılıp ketsin, bu ergi yaxşı görüdüğün ayal bir işi mümkün, bu ayalga yaxşı görüdüğün er bir işi mümkün. Allah subhanahu wa ta'ala bununla qadir. Yani İslam'ın bu cihetteki tüzülmesi bu. Ayetinin ahirisi ve kânallâhu vasi'an hakim. Allah fazl merhameti kengirdir. Allah hikmet bilen iş qilguvchi ki ikki kilishmagan, birisi bilan petishmagan, bir oyda sig'ishmagan ikki odamni birga akab qo'yish hikmatning jumlasidan emas. Agar yo'q sada ajrashmaydi, bu ikkisi ajrashsa bo'lmaydi, oilani saqlab qolsak bo'ldi, garchi yaxshi ko'rishmasin birisini deb temir zanjir bilan bog'lab qo'ygandan keyin mayli qonun vositalar va yoki boshqa vositalar bilan ig'ir kutilmagan fojialar yuz beradi. Jamiyat xolimusun mutlaqo bu xil tuzumni asla va asla qana qilinmaydi, ko'tarilmaydi. Nihoyatda bu xil tuzumninki vabali shu jamiyatga bo'ladi, jamiyatdagilar buning badalini qana qiladi, o'taydi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hikmatli ish qilguvchi qo'ygan ahkam tuzumlari, belgilimlarining hammasi o'zi yaratgan bandalarning tabiatiga mos shaklda qo'yilgan. Allah yaratquchi, yaratgan bandalarning tabiatini biladi, ahvollarini biladi, ular o'xshaydigan masalalarni biladi va qo'ygan ta'limotni, belgilamlari, qonunlarni shunga mos hikmat bilan qo'yilgan. Alloh subhanahu va taolo hammalarni Allah'ның belgilemlerini, kanun şeriatlarını tatbiqlaydigan bir ruhga ega qilsin. Bizni Allah'ның belgilemeleriga bo'ysunmay, dunyo va oxiratda buning vabalini ko'radigan, jazosini ko'radigan kishilarning qatoridan qilmasin. Vaqt munosabati bilan darsimiz mushayda oxirlashdi. Kelasi soatda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.